bu uyda bugun to'y. Ammo bu quvonchli to'y emas. Bu bir qizning orzulari ko'milayotgan kecha. Oq ko'ylak, hamma orzu qiladigan libos. Nega men uni ko'rib qo'rqyapman? Men sevganim bilan emas, tanimagan odam bilan yashashim kerakmi? Mening hayotim shunchalik arzonmi? Qizim, hali tayyor emasmisan? Ona, shu ishni to'xtatsak bo'lmaydimi? Endi kech. Ota so'z bergan. Qiz bola otaning so'zini ikki qilmaydi. Qiz bola. Men odam emasmanmi? Sevgi bilan qorin to'ymaydi. Hayot shunaqa. Men qorin uchun yashamayman. Men yashash uchun yashayman. Bu so'zlar kichkina xonaga sig'may, devorlarga urildi. Past ovozda gapir. Devorda ham quloq bor. Devorda quloq bor. Lekin mening yuragimda ovoz bor. Uni kim eshitadi? Qarang, ona, osmonga qarang. U erkin, men esa sotilyapman. Bunday dema. Gunoh bo'ladi. Gunoh qalbni o'ldirish emasmi? Zebi, mehmonlar kelishdi. Tezroq. Tashqarida bayram, ichkarida esa bir qizning ichki faryodi. Agar bugun jim tursam, butun umr jim yashayman. Agar bugun bo'ysunsam, kunduzim hech qachon kelmaydi. Qizim, taqdirga tan ber. Bu taqdir emas, bu kecha va men kunduzni ko'rishni xohlayman. Har bir zulmning ortida bir tong bor. Ammo tong kelishi uchun kimdir qorong'ilikka qarshi turishi kerak. Men hamma emasman. Men Zebi. Kecha hali tugamadi. Ammo bir yurakda kunduz uyg'ondi.